Uyingizni fasad qismidagi 3 ta masalani bitta mahsulot bilan yechimini topdik. Birinchisi 20 plotностьli 3 sm qalinlikka ega terma panelimiz. Buni asosiy vazifasi qishda sovuqdan saqlaydi, yozda issiqdan ushlaydi. Shumizolyatsiya vazifasini ham bajaradi. Ikkinchisi devorda paydo bo'lgan yoriqlarni har xil usullarda qo'llab ko'rdik. Bunga endi terma panel ana shu oxirgi yechim bo'ldi. Uchinchisi teplizolyatsiya bilan birga uyingizga estetik ko'rinish beradi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun videoga like bosib, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar.